Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun siz bilan yana bir marta efirda ko'rishib turibmiz va yangi ilm olish uchun aynan siz ham shu yerdasiz deb o'ylayman. Chunki bugun siz bilan qanaqa qilib noldan hisob-kitobni to'g'ri boshqarish orqali daromadga chiqish mumkinligi to'g'risida men sizga to'liq video darslik o'tib beraman. Bu uchun birinchi o'rinda hozir yaxshilab joylashib olib, o'zimiz bilan bitta daftar va ruchkani olib, har bir o'rgatganlarimni qadam-qadam yozib borishingizni tavsiya qilaman. Chunki hozir sizga beriladigan ilmim bu sizni birinchi qadamga tashlashingiz uchun va kamroq xato qilishingiz uchun yordam beradi degan umiddaman. Qani bo'lmasa ketdik. Nol holatdan qanaqa qilib biz biznes boshlaymiz? Aytaylik, siz uy bekasi yoki boshqa faoliyat bilan shug'ullanadigan qanaqadir davlat ishida ishlaydigan xodimsiz yoki amaldagi tadbirkorsiz. Men hozir uy bekasi yoki boshqa umuman biznesga kirmagan insonlar uchun bitta video darslikda to'liq tushuntirib beraman. Keyingi darsligimiz esa aynan amaldagi tadbirkorlar uchun taalluqli bo'ladi. Bo'lmasa qaranglar. Siz hozir nol holatdasiz. Aytaylik, sizda pul yo'q. Nima qilishingiz kerak? Qadam tashlashingiz kerak. Qadam tashlash uchun nimadan boshlayman? O'zi nima qilsam, qanaqa qilsam natija bo'ladi? O'zi men pul topa olaymanmi degan xayol o'tishingiz mumkin. Odamni eng qo'rqitadigan narsa bilasizmi nima? Bu hali hech narsa qilmasdan turib, hali qilmagan ishimizni o'xshamaydi deyishimiz. Shuning uchun birinchi o'rinda men qila olaman, o'xshaydi. Agar o'xshamasa ham xayrlisi degan niyat bilan boshlashimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda siz biznesga kirayotganingizda albatta bozor tahlilini qiling. Xo'p, ko'pchilik bozor tahlilini qilish kerakligi to'g'risida gapirishadi, lekin aslida qanaqa qilinadi? Masalan, siz biror bir yo'nalishga kirishdan oldin o'zingizning holatingizni to'liq yozib chiqing. Sizda qancha qarzingiz bor, qancha daromadingiz bor, pul keladigan joylaringiz qayerdan va kunlik masalan eringizdan oladigan bo'lsangiz eringiz beradigan ro'zg'orga ishlatadigan pul qancha, qarzlaringiz qancha edi, hammasini to'liq yozib olsangiz, qadamlaringiz to'g'ri boshqara olasiz. Va birinchi o'rinda bizlarni hozirgi holatimizda uy bekasi bo'lsangiz, uy bekasilarga xos bo'lgan biznesni tanlash o'rinliroq bo'ladi. Aytaylik, bu sizda postenli bелье sotishingiz mumkin yoki sochiqlar sotishingiz mumkin, uy uchun, ro'zg'or uchun yoki ro'zg'or buyumlarini sotishingiz mumkin, idish-tovoqlar sotishingiz mumkin, dasturxon sotishingiz mumkin, tayyor pardalar sotishingiz mumkin yoki uyni tozalaydigan mahsulotlar sotishingiz mumkin. Bu sizga har doim kerakli bo'lgan instrument hisoblanadi. Nima ish qilsam ekan deganda, siz hayotingizda har kuni nimani ko'p ishlatasiz? Nimaga doimiy tarzda duch kelasiz? Aynan shu sohani tanlashingizni tavsiya qilaman. Bu uy bekalari uchun eng zo'r tavsiya bo'ladi. Agar siz biror bir joyda ishlaydigan bo'lsangiz, sizga nima kamchilik bo'ladi? Aytaylik, kiyim borasida sizda qanaqadir kamchilik bo'lishi mumkin. Siz kiyimdan, ya'ni kiyimda muammo, o'zingiz xohlagan kiyimlarni topa olmasligingiz mumkin. Ana o'shanda kiyim sohasiga kirsanglar bo'ladi. Yoki-da ro'mol o'rab yurasiz, ro'molda doimiy muammo bo'ladi va siz har doim o'zingiz xohlagan ro'mollarni qidirasiz. Ana o'sha sohani o'zingiz uchun biznes tariqasida olishingiz mumkin bo'ladi. Bu nimaga muhim? Qancha ko'p muammoga siz duch keladigan bo'lsangiz, uni yechimini siz ko'p qidirgan bo'lasiz. Har doim savdoni eng zo'r etapi bu siz biror bir muammoga yechim bera olishingiz bo'ladi. Shuning uchun siz o'zingiz masalan aytaylik, uy bekasi holatida nima qilishingiz mumkin? Bozorga tushamiz, bozorni aylanamiz. Aylanganimizda eng arzon optim joylarni qidiramiz. Bozorda tushamiz deganda birinchi o'rinda esingizdan chiqmasin. Turkiya, Xitoyga shoshmanglar. Kechagi bitta efirimizda ham bepul darsligimizda bitta ayol shunaqa zo'r motivatsiya olibdilar. Aytdilar, men har doim Xitoydan, Turkiyadan tovar zakaz qilardim, lekin arzimagan pulga ishlardim. Sizni maslahatingizdan keyin o'zimizni bozordan, Qo'qon bozoridan ishlab chiqarish olib sotdim va 2 haftada men yaxshi daromad qildim. Men bekorga yurgan ekanman, vaqtimni ketkizib, men shuni anglab yetdim deb tushuntirib o'tdilar. Bu meni juda ham xursand qildi. Va sizga ham tavsiyam, bor narsadan foydalaning. Yo'q narsaga hali pulingizni tikmang. Chunki sizda o'zi shundoq pul kam yoki yo'q bo'lishi mumkin. Shuning uchun noldan boshlash uchun birinchi o'rinda bozorni analiz qilamiz. Va har doim esingizda tursin, bozorda aylanayotganingizda optoviklarni magazinlariga kirasizlar. Magazinlarga kirganingizda u optoviklarda ham hozir sotuvlar past.
siz yaxshi muomala bilan kelisha olsangiz, ular ruxsat berishadi. Magazinligida video obzorlar qilishingizni, videolar tayyorlab olishingizni yoki o'zligini kanallardagi videolardan foydalanishga. Sizning vazifangiz Instagram va Telegramni bir vaqtda akkaunt ochasiz va shu akkauntga Telegram kanal ochasiz. Kanalga kontent tayyorlaysiz, Instagram ochib, Instagramga sotuvchi reelslar olishni boshlaysiz. Va mahsulotni sotib olish shart emas. Mahsulotni sotib olish uchun pul sarflash shart emas. Siz tayyor mahsulotlarni, masalan, bitta do'konga kirdingiz, aytaylik, pastel sotadigan do'konga yoki sochiq sotadigan do'konga kirasiz. Siz o'sha sochiqlarni o'zingiz obzor qiling. Videoda shuni telefoningizni olasiz va mana sochiq mana bunaqa, mana materiali bunaqa, razmeri bunaqa deb obzor qilib turib, shuni oddiy, professionallik shart emas, oddiy reels qilib joylaysiz Instagramga va Telegramga esa chiroyli rasm va kruglachok videolar orqali joylab, u mahsulot haqida to'liq informatsiyani yetkazib berishimiz kerak. Va video olayotganimizda, reels olayotganimizda nimaga ahamiyat berishimiz kerak? Biza mahsulot haqida to'liq informatsiya berishimiz kerak. Ya'ni u mahsulot nima uchun ishlatiladi, razmeri qanaqa, materiali qanaqa, nimalar uchun qulay, qanaqa qulayligi bor, qanaqa noqulayligi bor va u mahsulotni olgandan keyin nimalarda u mazza qilib ishlata oladi. Ya'ni oxirgi etapi mahsulotni olganda qaysi etapda u mazza qiladi. Ana shu narsani to'liq tushuntirib bera olsangiz, bu siz uchun plyusga ishlaydi. Va siz aynan shu magazinga kirib, bitta ikkita magazinni bilan yaxshi sotuvchilari bor magazinlar bo'ladi, o'zi orada chiqadi. Shu magazinlarga chiqib 5, 6 ta, 10 ta, 15 ta, 20 ta mahsulotni obzor qilib, o'zingizni kontentingizga joylaysiz va ularni har birini men sizlarga ko'rsatib beraman. Mana aytaylik, sizda pul kam. Pul kam. Men buni sinovdan o'tgani uchun yaqinda ham bitta qizimizni noldan yaxshi daromadga chiqarganimiz uchun, kuniga 10-12 talab dastavkaga chiqarganimiz uchun men sizga aniq formulani aytib o'taman. Siz birinchi murojaat qiladigan narsangiz bu Instagram targeti bo'ladi. Instagram targetidan foydalanishimiz kerak, chunki hali bizda professional target uchun targetolog oyligimiz yo'q va biz professional targetni yoqishni bilmaymiz. Shu uchun Instagram target. Mana aynan shu formuladan foydalanamiz. Va siz bitta magazinga kirib 10 ta, 15 ta video olganingizdan keyin sizda mana bunaqa akoshkalar paydo bo'ladi, reelslaringiz paydo bo'ladi va mana shu reelslaringizni har birini $2, $3dan target yoqishingiz kerak Instagramning o'zidan. Buni algoritm oson, unaqa qiyin narsa emas. Har birini yoqib turib, eng zo'r ketayotganini, eng yaxshi talab bo'layotganini qoldiramiz, qolganlarini o'chiramiz va 2 ta, 3 ta mahsulotingizga ko'p spros bo'layotgan bo'lishi mumkin va o'sha mahsulotlarni aynan o'sha optavik bilan kelishib olib, siz bemalol o'zingiz bormasdan ham dastavkani optavik orqali chiqarib, u sizga kartangizga foydangizni tashlab berishi mumkin. Va sizni eng zo'r muvaffaqiyatingiz bu muomalani to'g'ri o'rnata olishingiz. Undan keyin mana kontentni qilasiz va o'z-o'zidan sizga odam qo'shilishi boshlaydi. Noldan siz agar reelslaringiz uchuvchi reels, ya'ni trendiy muzikalardan foydalanilgan, trenddagi videolardan foydalanilgan bo'lsa, yana ham o'zi organik ham sizning mahsulotlaringizga talab oshadi. Faqatgina mahsulotga reels olayotganimizda shunaqangi unikalniy taklif bera olishimiz kerakki, ya'ni hozir obuna bo'lib olmasang, quruq qolasan, bu narsa tugab qoladi degan emotsiyani bera olishimiz kerak. Undan keyin bo'lsa Telegramni ochamiz va Telegram. Telegramda kanal ochamiz. Telegramda kanal ochib, har bir mahsulotni rasmi va rasmdan keyin polniy tekstni sotib olish uchun kimga murojaat qilishi, telefonni raqamlaringiz, adminni niki va undan tashqari kruglachok, ya'ni o'sha mahsulotni video obzori tashlanishi kerak. Va odam yig'ishda biz Telegram kanalidan, reklamalardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Uning uchun Telegram kanallarni to'g'ri analiz qilib va to'g'ri kontent yaratishimiz kerak bo'ladi. Va qarabsizki, siz agar bir oy davomida shu tartibda ishlaydigan bo'lsangiz, siz nol holatdan optavikni o'zini mahsulotini reklama qilish orqali pul tikmasdan turib ham nol holatda, ya'ni mahsulotga pul tikmasdan turib bor mahsulotda, bor optavikni mahsulotidan olib turib nol holatda siz bemalol daromadga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bizda mana oxirgi keysimizda qanaqa bo'ldi? Aynan xuddi shu men aytgan formula asosida ishlaganlaridan keyin
oyiga 3 million, 3,5 million sof foydaga chiqdilar. Sof foydaga. Va siz ham buni eplolaysiz. Shuning uchun men qanaqa qilaman, nima qilsam ekan, o'xshaydimi menda, yo'qmi demasdan turib, birinchi o'rinda siz o'zingizga ishonchingizni baland qiling. Hamma qilyapti, insonlar qildi va shundan daromad qildi. Men ham qila olaman. Men ham bu narsani epla olaman deb turib birinchi qadamni boshlashingizni tavsiya qilardim. Chunki bu bozor katta. Siz bozorda bemalol konkurensiya ko'p degan narsani unuting. Unaqa narsa yo'q. Konkurensiya har doim bo'lgan, talab bo'lgan va klientlar ko'p. Onlaynda unaqa hali siz o'ylaganchalik konkurensiya yo'q. Targetlar hali juda ham arzon tushadi. Bizda masalan bitta targeti 20 sent, 50 sent uzoq boradi. Rossiya bozorlarida, Amerika bozorlarida $10 1,5, $2 boradigan targetlar bor. Shuning uchun hozir bozor o'sayotgan ekan, hozir sizda sharoit bor ekan, sizga tavsiya qilardim, hoziroq o'rningizdan turing va birinchi qadamni tashlang. Men sizga keyingi darslarda yana ham to'liq hisob-kitoblarni to'liq qila oladigan kerakli bo'lgan mavzularda ko'proq darslar tayyorlashim uchun sizdan menga aynan izohlarda bu dars yoqdimi va yana nimalarni o'rganishni xohlaysiz, bu haqida albatta fikrlaringizni yozib qoldiring. Agar video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni esdan chiqarmang. Chunki bu videomiz sizga o'xshagan insonlarga ko'proq foyda keltirishi va bizda ham O'zbekistonda juda ham boy insonlar ko'payishi tarafdorimiz va bunga siz ham hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Keyingi darsda ko'rishguncha